Kadir Doğulu nafaqat Turkiyada, balki butun dunyoda mashhur bo'lgan Muhtasham 100 yil tarixiy serial orqali tanilgan aktyorlardan biri. Uning hayot yo'li mashaqqatli mehnat va kuchli iroda namunasidir. Aktyor Turkiyaning janubi-sharqida joylashgan Mersin shahrida tavallud topgan. Kadir ko'p farzandli oilada o'sgan. Uning 5 nafar aka-ukasi bor. Otasi oddiy ishchi, onasi esa uy bekasi edi. Katta oilada doimiy ravishda mablag' yetishmovchiligi sezilgani bois barcha farzandlar erta mehnat qilishga majbur bo'lishgan. Kadirning bolaligi oson kechmadi. U maktabdan so'ng turli ishlar bilan shug'ullanib, o'z rizqini o'zi topdi. Suv tashidi, velosipedlarni ta'mirladi. O'sha paytlarda u kino haqida orzu ham qilmagan edi. Balki kelajakda oshpaz yoki barmen bo'lishni rejalashtirgan. Ammo qalbining tubida yaxshiroq hayotga umid bog'lagan edi. Kino va teatr u uchun haqiqiy bayram bo'lsa-da, yulduz bo'lish unga imkonsizdek tuyulardi. Keyinchalik uslubchi bo'lib ishlaydigan akasining yordami bilan Kadir Istanbulga ko'chib o'tdi. Megapolisdagi hayot boshida qiyin kechdi. U barmen bo'lib ishlab ko'rdi, lekin bu daromad uni qanoatlantirmasdi. Tushkunlikka tushib, o'z shahriga qaytish haqida o'ylayotgan bir paytda kelishgan yigit model agentliklarining e'tiboriga tushdi va shu tariqa uning modellik faoliyati boshlandi. Kadirning maxsus aktyorlik ma'lumoti yo'q, ammo u salbiy qahramonlarni ham, ehtirosli oshiqlarni ham mahorat bilan gavdalantira oladi. Kamera qarshisiga birinchi marta chiqqanidayoq u bu soha o'ziniki ekanini anglagan edi. 2010-yil Kadir Doğulu birinchi marta Kichik sirlar serialida suratga tushdi. 2013-yilda esa Menda hikoya bor komediyasi va unga ilk mashhurlikni keltirgan Istanbulning 200 serialida suratga tushdi. 2015-yilda Sevgilim Alabora seriali va Kadirning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan Muhtasham 100 yil Kosem loyihasida suratga tushdi. Muhtasham 100 yil Kosem loyihasida Kadir Qirimxoni Mehmet Giray rolini ijro qildi. Bu serial taxtlar o'yini bilan bellasha oladigan darajada mashhur bo'lib, Kadirga dunyo miqyosida ulkan muxlislar armiyasini tuhfa qildi desak, yanglishmagan bo'lsak kerak. Keyinchalik u Aslzodalar jamiyati va Vissol kabi muvaffaqiyatli loyihalarda ishtirok etdi. 2017-yilda aktyor kutilmagan vaziyatga duch keldi. Yangi filmi reklamasi uchun Dubayga borganida politsiya tomonidan hech bir sababsiz 4 soat davomida ushlab turildi. Keyinchalik politsiyachilar uzr so'rab uni qo'yib yuborishgan bo'lsa-da, bu hodisaning asl sababi haligacha sir bo'lib qolmoqda. Kadir hayotda juda quvnoq inson va oilaviy qadriyatlarni birinchi o'ringa qo'yadi. U sport bilan muntazam shug'ullanadi. Bo'sh vaqtida ot minish va kanoeda suzishni xush ko'radi. Uning shaxsiy hayotidagi eng muhim inson esa siz yaxshi taniydigan aktrisa Neslihan Atagul. Ular Istanbulning 200 seriali suratga olish maydonchasida tanishib, 2016-yilda turmush qurishdi. Matbuotda Kadirning rashki va Burak O'zchivit bilan kelishmovchiliklari haqida ko'p gapirilsa-da, aktyor buni shunchaki qiziqishlarining turlichaligi bilan izohlaydi. Kadir sayohat qilishni juda yaxshi ko'radi. Pandemiya davrida u rafiqasi bilan g'ildirakli uy sotib olib, Turkiya bo'ylab bir necha oy tabiat qo'ynida yashadi. Kadir ijtimoiy tarmoqlarda 3 yil davomida ichak kasalligidan aziyat chekkanini tan oldi. Dorilar yordam bermagach, u maxsus parhez va uy yogurti iste'mol qilish orqali sog'lig'ini tiklashga harakat qildi. Hozirgi kunda aktyor o'z faoliyatini faol davom ettirmoqda. Pandemiya sababli to'xtab qolgan hindistonlik ijodkorlarning G'arib sevgi filmi adaptatsiyasi bo'lgan Quyosh va Oy loyihasi ustidagi ishlar qayta tiklangan va Kadir unda bosh rolni ijro etgan. Shu bilan birga u rafiqasi Neslihan bilan o'g'lini tarbiyalash bilan mashg'ul.